إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله ve ashabihi ecmaîn. Hürmetli körürmen qarindoshlar, bugungi programmamizda hamkorlik haqida to'xtalamiz. Alloh taolo Qur'on Karimda bizni hamkorlikqa buyurib, mundaq degan: "Va ta'awanu 'alal birri vat taqwa va la ta'awanu 'alal ismi vel 'udvani vettaqullah innalloha şedidul iqab." Taqvalıqqa, yaxşılıqqa yardımlaşыңlar. Günahqa ve düşmanlıkka, yani zulümga yardımlaşmanglar. Allah'tan korkunlar ki Allah'ın azabı hakikaten qattiqdir. Endi yaxshi ishqa hamkorlashinglar deganda, bu yaxshi ish degan qaysi desak, yaxshi ish dinimizga, millatimizga, vatanimizga, özümüzge, etrafımızdakilerge ve insaniyetge faydalık bo'lgan her qanday iş yaxshi iş deb qaraldi. Taqvolik her bir insanın Allah Taalaga qarta, insaniyetga qarta, o'zining oilasiga qarta, o'ziga qarta, atrofidagilarga qarta qilishga tegishli majburiyatlari ve uning mas'uliyatini ko'rsatdi. Endi yaxshilikqa ve taqvolikqa qilishinglar deganlik şu yaxshi ishlarga hamkorlashib yordam qilinglar, yaxshi ish qiladiganlarga ve ba'zi ishlarni, ba'zi hamkorlashib qilishga tegishli ishlarni birga qilinglar. Yakka tashlab qo'ymanglar ularni. Ve kishilarning Alloh taolodan qo'rqqan, Alloh taoloning amriga itoat qilgan holda din ve dunyolik majburiyatlarni ado qilishiga hamkorlashinglar, to'sqinlik qilmanglar deganlik. Endi günahqa ve zulümga, yani düşmanlıkka yardımlaşmanglar deganligi, zalimlarga yantayak bo'lmanglar, izilganlarninki, zulümga uchraganlarning ovozi bo'linglar, haqiqatni o'ttirg'i chiqarish uchun kurash qilinglar ve gunohkorlarning qilmishlarini yushirmanglar deganlikda. Bu bizning islom dinimizda oltin qoidalar. Yani Allah Taala bu nayet ixcham ayet arqılıq bizge bizningki hayatlık prensipimizni, hayatlık yaşaş yolumuzni muşuna olan ko'rsatib bergan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste bir mümin, yani bir mümin için birbirini tutup durgan mustahkem binaga o'xshash deydi. Müminler açık binaga o'xshash. Binanın her bir kirpişiga o'xshash müminler. Bir qancha kirpishlar birlashgandan keyin egiz bir bino bo'ldi. Agar u kirpishlar hammasi o'z oldiga bo'lsa, hargiz bir bino bo'lolmaydi. Rasululloh yana buni tasvirlab, mu'minlar bir-biriga histoshlik qilishda ve bir-biriga kuyinishda bir butun bedanga o'xshaydi. Bedenning qaysi bir tarafi og'risa, boshqa a'zolarmi uyqusiz bir aram bo'lgandek, mu'min odammi birer mu'minning beshiga ig'irchilik kelsa, bir aram bo'ldi ve onunga yordam qilishga tirishdi. Qur'on Karimda kelgan emirlarning hammasi farzni ifodalaydi. Yani Allah Taala'nınki yaxshi ishqa, taqvolikqa yordamlashinglar, zulmga ve yomonlikqa, gunohga yordamlashmanglar degan bu so'zi farzlikni ifodalaydi. Endi hamkorlik degan nima desak, hamkorlik ko'p bir kishilarning bir maqsadni amalga oshirish uchun birga harakat qilishi ve birlikte ish qilishi deganlik endi. Buni yordamlashish deb ataymiz endi. Bunda hamkorlikning odatdagi yordamdan farqli yeri, buningda shaxsiy manfaat ko'zlanmaydi. Umum uchun qildi hammaylar. Vatan uchun qilsa, din uchun qilsa, umum uchun qiladi, hamkorlashadi ve uning natijasini o'rtaq hammaylar ko'rdi endi. Hamkorlik hayotning bütün sohalarida talab qilinadi ve insonlar unga muhtoj. Masalan, o'quvchilarning darslarni muzokara qilishda bir-biriga hamkorlashib, birga qilgandan boshlab davlat qurishgacha bo'lgan cho'ng ishlarda
yani kichik ishlardan shunchalik cho'ng ishlargacha bo'lgan bütün ishlarda hamkorlik talab qilinadi hamda insonlar oila a'zolari ichida qo'shnilar orasida xizmatdoshlar orasida jamiyatga hamma sohada hamkorlashish zarur bo'lib qoldi. Ba'zi ishlarni hamkorliksiz qilg'ili bo'lmaydi hamda. Endi bu hamkorlikninki ahamiyati nima deganda hamkorlashish degan ve birbiriga hamkorlashish ve birbiriga yordamlashish insoniy ehtiyoj ve ijtimoiy zurriyat. İslam cemiyetini, insanlar cemiyetini o'zaro hamkorlashib taraqqiy qildirishga ve Müslümanların işlerini ve güzel bir İslam cemiyeti kuruşunu amalga oshirishda Müslümanlar cho'qim bir-biriga hamkorlashishga muhtoj. Chunki dunyoda nurg'un ishlar va hamkorlashmasi qilg'ili bo'lmaydi. İnsanlarninki, masalan, bir insonning aqli bir insonnikidan farqli. Masalan, shunga insonlar aqlini, kuchini ve tecrübesini bir yerga kelib birlashganda cho'ng ishlarni albatta qila oladi. Masalan, hayotdagi ba'zi oddiy bir misollarni olsak, masalan, bir nonning bizning dasturxonimizga kelguslik bo'lgan jarayonni desak, masalan, yerni o'rish, urug' terish, uni sug'urish ve o'g'itlash, pishqandan keyin uni urish, undan keyin uni tartish, xamir qilish, non qilib pishirish degangacha bo'lgan bütün şu aralıkta nurgun insanların hemkarlık bilen bir non oturga çıkıdandı. Demek hem de hemkarlık hayatının kanuniyeti ve onun takazzası. Cemaatinin gücü şahsının gücüdün güçlük. Cemaatinin fikri şahsının fikirden evzel. Cemaatinin işi şahsının işidin mükemmel buludu. Bizdige en yakşı ölge Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin sahabeleri. Muhacirlar bilen ensarlar. Muhacirlar Mekke'den Medine'ye hicret kılganda bütün mal dünyasını hemen ersine koyup Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin akısından Allah yolda hicret kılgan. Medine'ye bağlandıyken Medine'deki muhacirlar ulağı kucak açkan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem muhacirlar bilen ensarlarını kerindaş buluşka davet kılgan. Şunu bilen her bir muhacir her bir ensar, yani ensar Medine'deki Müslümanlar, muhacir Mekke'den bağlan Müslümanlar. Hem de her bir ensar birden muhacirini üzüge kerindaş kılgan. Bazıları üzünün mal mülkünü tangdın arışışka kadar bağlan. Şunda tekliflerini koygan. Mesela Medine'deki ensarlardan Said ibn Rabi'a radıyallahu anhu Mekke'den kelgen muhacir sahabelardan Abdurrahman Avf degan kishiga mal dunyorimni yerimdan bo'lishayli deganda Abdurrahman Avf rahmat Allah razı olsun mal dunyolaringizga oilangizga Allah Taala berkat ato qilsin meni bozorga boshlab qo'ying degan. Shuning bilan uninki yerimdan arishayli degan fikrga qat'iy ko'nmagandan keyin uni bozorga boshlab qo'ygan. Bozorga boshlab u kishini o'zi tijoratchi kishi, burun Makkada bunday boylardan kishi. Ammo uning boyligining hammani Mekkelik müşrikler talan-taraj kılgan, Mekke'de kalan, yüze hiç nesi yok bağın. Medine'ye bağlandı ki, Medine'de bazarda ticaret kılıp, bay olgan, keyin şu nurgun cihatlarga askerlerini tayinlaş, kural yarak, tayyorlaş deganda nurgun hizmetlerini üzünün baylık olan şunda kılgan. Demek, muhacirler sahabalarının yaxshi ko'nglini suiiste'mol qilmagan. Masalan, u yerga borgandan keyin biz sizlar bilan qerindosh olduk. Bizning mal dunyamizni birga haylayli desa, uning unamagan. Rahmat, ammo biz o'zimiz ishlataylik degan. Kashki musulmonlar hamma yerda masalan, mushundaq o'zininki hurmati bilan anda yashasa, o'zi ishlab halol qon ter to'kib anda ishlasa, haqiqatan hurmat bo'ladi, haqiqatan kuch-quvvat to'plagan bo'ladi endi. Xalqimizning hamkorlashining muhimligi to'g'risida naytijiq misol tamsillar, hikmat so'zlar bo'lgan. Masalan, birlashgan uzar, ayrılgan tuzar. Birlashgandan keyin u kuchning ustiga kuch qo'shildi. Masalan, sahobalar Makkadan nayt ojiz holatda, iqtisod yo'q, qurol kuchi yo'q, ashunda ojiz holatda Madinaga bordi. Madina eng kuchli, eng pulijiq
eng iqtisodni kontrol qilib olgan ya'ni yahudilar. Yahudilar bosh yerda. Yahudi bir dushman. Makkadagi mushriklar bir dushman. Bunu G'atafon qabilasi, ya'ni Arab qabilalari bir dushman. Bu dushmanlarning hammasi shu musulmonlarga qarshi hujumga o'tdi. Ammo musulmonlar muhojirlarning ojizligiga qaramay, ansarlarning o'zining sharoitininki kamligiga qaramay, birlashib kuchni bir yerga akagandan keyin dushmanlarni mag'lub qila oldi. Ya'ni bu yerda ularningki nihoyat jiq boyligi, jiq qurol kuchining bo'lganligidan emas, faqat kuchini birlashtirib Alloh yo'lida birlashganlikdan bo'ldi. Endi yolg'iz otning chingi chiqmas, chingi chiqsimi dengi chiqmas degan nima bor masalanda, yolg'iz ishni endi hamkorlashib, birlashib qilgan ishning barakatlik va mukammal bo'lganligining bir misoli. Ish o'mlikda, kuch birlikda. Bu qanday gap? Ish o'mlikda, ya'ni birlashishda. Ish birlashishda bo'ladi. Kuch birlikda. Birlikka kelgandan kuch hosil bo'ldi deydi. Masalan, biz bir otni, 4 ta otni misol qilaylik. Har bir ot 100 kilodan yük götürdü desek, 4 at öz aldığı ayrım halda 400 kilo yükünü götürdü şunda ama yalğız boğanda. Ama aşı 4 atını birleştirip bir harvağı çatsak 1 tonnadan artık binasını rahat götüreliydi. Demek bu yerde 4 at birleşip 400 kilonu emez. 400 kilodan neçe hesi eğrini götüreliydi. İnsanlarmış şununla okşaş. Mesela kuşunu birleştirgendikin bu yerden kuştun kuş tuğudu. Kuştun kuş tuğudu. Kuch birlikda degan shu endi. Demak, hamkorlik bizning butun sohalarimizda talab qilinadigan bir ish endi. Hamkorlik orqali maqsadga yetkil bo'ldi. Yolg'iz yakki yigani qilgan ishninki, ya'ni uninki ma'lum darajada mukammal emasligi chiqib turdi. Agar hamkorlashib jamoat bilan birlikda qilgan ish haqiqatan har joyda ya'ni mukammal va barakat bo'ladi endi. Endi hamkorlikni tark etishning qanday ziyni bor desa, Alloh taolo Qur'on Karimda bizni buni ogohlantirgan. "Vallazina kafaru ba'duhum awliya'u ba'din illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi va fasadun kabir." Kafirlarmı bir-biri bilan hamkorlik ichida. Agar sizlar buni, ya'ni hamkorlikni qilmasanglar, yer yuzida fitna va cho'ng buzg'unchilik tug'dirgan bo'lasizlar deydi Alloh taolo. Bu deganning ma'nosi kafirlarning musulmonlarga qarshi hamisha birlikda harakat qildiganligi. Agar musulmonlar haqiqatni o'ttirga chiqarish, zulmga qarshi turish, saxtalikni barbod qilish uchun o'zaro hamkorlashmasa, bir-biriga ega bo'lmasa, bir-birini qutqizmasa va bir-birining yanida turmasa, birlashmasa, boshqalar zo'rlik, zo'mbullik qilib ularning yer ziminlariga ega bo'lib oldi, ularni mustamlik qildi, ularni buzaq qildi deganlik. Bu amaliy bir reallik. Mufassirlarning mashhurlaridan Allama Mas'ud Bag'avi fitnatun fil ardi va fasadun kabir degan oyatga ma'no aytganda, yer yuzida fitna va cho'ng qalaymiqonchilik, ya'ni buzg'unchilik teriladi deganning ma'nosi yer yuzida kufri kuchlanib ketadi, islom ojizlashib ketadi deb tafsir qilgan. Ya'ni fitnatun fil ardi va fasadun kabir degan kufri kuchlanib ketib, kofirlik kuchlanib ketib, islom ojizlashib ketadi deganlik. Bu oyatda ma'lumki, musulmonlarning beshiga kelgan ig'irchiliklar, mustamlikchiliklar, izilishlar kufri kuchlanib, kofirlarning qudrat topganligidan islom ojizlashib, musulmonlarning zaiflashganligidan bo'lgan. Ya'ni biz o'zimiz qilgan. Bu Qur'on Karimningki mo'jizalik oyatlaridan biri. Chunki bu oyatni bizni ogohlantirgan. Sizlar shunday hamkorlashmasanglar, kufri kuchlanib ketadi, islom ojizlashib ketadi, sizlar bechora bo'lib qolasizlar. Boshqalarga mustamlika beqindi bo'lib qolasizlar deb albatta o'z vaqtida, ya'ni 14 asrdan burungi vaqtlarda bu degan. Keyin biz 16 asrlardan keyin musulmonlar o'zaro har xil fitna, fasodlar va har xil muddaolar bilan o'z orasidagi hamkorlikni yo'qotdi. Bir-birini qo'g'damaydigan, bir-biri bilan birli bir safda turmaydigan bo'ldi. Anda o'g'adikin ajnabiylar
parçalab az-azdan ularni mustamlik qilib Andalusdan başladı. Andalus 700 yıl İslam paytaxtı bo'lgan yer. 700 yıl İslam bayrağı tiklangan, yani birinci bulab Hristiyanlar o yani mustamlik qilib oldi. Onundan asta bu Osman imperiyasi qo'l ostida tutgan Müslüman ziminlerini asta ular qo'llariga elib oldi. Shunda qilayotgan vaqtida musulmonlar birisi-birisiga hamkorlashmadi, birisi-birisi bilan birlashmadi. Hammasi o'zining jini bilan qoldi. Anda bo'lganda ular asta-astadan hammasini yutdi. Demak, bu shu oyatda ko'rsatilgan bo'yicha amal qilmaganligimiz uchun Qur'on Karimni o'qib qo'yib, tarovihlarda, namoz ishlarda, ta'ti qilishlarda Qur'onni o'qib qo'yib, amal qilmaganligimiz uchun hozirgi kunga qoldik. Endi bizning hozirgi ahvolimizda bu hamkorlikning masalasiga qarasak, endi hamkorlik mayli hamma sohada, diniy sohada bo'lsin, boshqa sohada bo'lsin, hamkorlikning shu muhojiratga Uyg'urlar orasida 0 darajada ekanligini ko'ramiz. Masalan, dinimiz uchun, millatimiz uchun, vatanimiz uchun foydali bo'lgan narsalarni taqib qo'ydiganlar, masalan shu toplarda taqib bir yurak berib qo'ydiganlar, ham bahrinib qo'ydiganlar intayin az, ammo bir-birininki g'aybatini qilgan, bir-birini tillagan, jidal majroninki narsalarni, hatto ba'zan qo'ygan tomoqlarni ashuni taqib shunda yuritgan, ashunda ahvollar bor. Endi biz bundaq musulmon sifatimizni o'ylasak, biz musulmon hamma ishdan mas'ul. Bütün her bir qadamimizdan, her bir so'zimizdan, her bir ishimizdan biz Alloh taolaning oldida mas'ul. Musulmon bo'lgan la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh deb shahodat kalimasini aytib, biz musulmon bo'lgan kundan boshlab biz islomni qo'g'dashni, islomiy yashashni va uningga amal qilishni va uningga da'vat qilishni ustimizga olgan bo'ldik. Xuddi har qanday bir partiyaga kirgan odamlar, bir tashkilotga kirgan odamlar uningki shu mas'uliyatini, majburiyatlarni, bir turlik bir qism majburiyatlarni ustiga olib ahdi birdi. Uningkin har oyda yoki yilda bado mesela her qanday narsa shunda bir nimiz bor. Endi biz bu musulmon bo'lib qo'ydik. 5 vaqt namozimizni uy ichida o'qib qo'ydik. Pulimiz bo'lsa zakot berib qo'ydik. Kuchimiz yetsa haramga berib qo'ydik. Yilda bir qatim ro'za tutib qo'ydik. Buning bilan bo'lmaydi bu. Chunki musulmonlik biz shu qabul qilgan ekanmiz, o'sha aqidani, o'sha dinni qabul qilgan ekanmiz, o'sha dinni qo'g'dash, o'sha dinning yo'lida menish, o'sha dinni da'vat qilish bizning majburiyatimiz. Endi biz har qanday bir mayli WhatsApp'da bo'lsin, Facebook'da bo'lsin, nimada bo'lsin, ijtimoiy uchurda kelgan narsani avval bir qarab etib, hamma millatimga yoki dinimga yoki xalqimning birligiga, vatanimga foydaliqmikan deb bir qarab etib, foydali bo'lsa, mushu foydali narsa ekan, mushuni men bir taqib qo'yay, yurak berib qo'yay degan niyat qilsak, albatta savob topamiz, 100% savob topamiz. Ammo hech qanday mas'uliyatsiz holda, xudo qarasam, nayt jiq odam buningga bahri nim bo'lib, bahri qilibdi. Jiq adam bunu qo'llabdi, men shunda berib qo'yay deb qilgan bo'lsak, o'ylamasdan, agar u millatimizni parchalashga, dinimizni haqorat qilishga, xalqimizning birligini buzishga sabab bo'ladigan bir yozma yoki so'z binosi bo'lib qolgan bo'lsa, men shuni bilmay taqibdiman desakmi, Alloh taolaning oldida qutlay olmaymiz. Nimishqa deganda, bizningki shu har bir so'zimiz, har bir qilgan ishimiz hammadan bir mas'ul. Bilməkmi? Biz onu taqishga məcbur emas. Amma şu bilib, to'g'risini bilib, ma yaxshi ekan, ma yomon ekan. Yaxshi narsani taqib qo'ysak, savob topamiz. Yomon narsani, ziyonli narsani taqatmasak, yana savob topamiz. Amma mas'uliyatsizlik qilib hammaga hech qanday narsaga ko'ngil bo'lmay, ko'p odam qo'llabdi, men qo'llab qo'yay deb uni aqsi qilsak, biz Alloh taolaga ko'p odam bilib bermaymiz, javobni yolg'iz beramiz. Yolg'iz o'limiz Allohning oldida yolg'iz javob beramiz. Ya'ni musulmon odam ya taqvolikning ifodasi mushu, ya'ni taqvolik degan ishga chiqaradi. Mas'ulsan. Alloh taolaning oldida har bir ishingda mas'ul ekanligini bilib, Alloh taoladan qo'rqishing va Alloh taolaning azobidan hazar eylishing va javobgarlikdan qo'rqishing kerak ekan. Hayotda her bir baskan qadamimizda, her bir so'zimizda, her bir ishimizda cho'qib bu mas'ulligimizni unutmasligimiz kerak. Shunganda
hamkorlikni biz qo'lga keltirish uchun chuqum biz avval yaxshi niyatni qilishimiz kerak. Yaxshi bir niyat bo'lishi kerak har qanday bir ishda. İnnemal a'malu binniyati degan hadis bu bütün aşo din ve dünyalık bütün işlerimizge düşüdü bu. Her qanday bir ishni, hatto tamoq ish, hatto suv ichish hammani men o'shaning bilan yaxshi ozuqlanib, o'sha tamoqli yaxshi ozuqlanib, ya yaxshi dam olib, Alloh taolaning amr farmonlarini o'rindash, ustimdagi ballarımga qarshi, ailemga qarata, milletimga qarata, dinimga qarata mecburiyatlarimni yaxshi o'rindashim uchun kuchlanishim kerak degan niyat bilan g'izolansak-mu, degan gapda har qanday bir ishninki niyatimiz shuningda bo'lishi kerak. Masalan, shu qo'limizda telefonni ko'tarib yurimiz. Shu telefonlarniki hozir qo'limizga yetib kelishi hammasi nurg'un insonlarning hamkorligi bilan keliglik. Masalan, bu bir usta bunu lohiyaladi deyli. Onun için bunu zavodga topshirdi deyli. Zavod ishlab chiqadi. Uni shirkatga topshirdi. Shirkat boshqalarga setishga berdi. Olu kelib davlatlarga taqatdi. Dunyoning bir uchidan bir uchiga yetib bordi ama buningda albatta bir sabab bor. Dunyoda hech qanday sabab yo'q, ish yo'q. Nimishqa pul, hammadan pul tepish uchun shunday qiladi. Masalan, bizmi har qanday qilmoqchi bo'lgan bir hamkorlik bir ishni men ashu Alloh taolaning dargohida daraja qaziman, savob topaman deb ashunday qilsak, albatta buni qilgan ishimizda savob topamiz. Ammo mas'uliyatsiz hech nimani o'ylamay binasini qilib qo'ygan bo'lsak, agar ash ishda xato qilib qo'ygan bo'lsak, bir ishni bir millatimizning parchalanishiga, ulamolarimizning haqoratlanishiga, ziyolilarimizning haqoratlanishiga sabab bo'lgan binasini taqib qo'ygan bo'lsak, albatta buningki javobgarligini tortamiz. Shunga mas'ullikni unutmaslik kerak ve hamkorlikni birinci o'rinda qo'yish kerak. Ya'ni hamkorlik bütün hayat sahələrimizdə bizdən tələb qılınan bir iş. Hörmətli görürmənlər, hamkorlik haqidagi darsimiz bu yerda oxirlashdi. Yana keldigan darsimizgacha hammanglarni Allohga omonat qildim. Hammanglar salomat bo'linglar. Ko'ngil qo'yib ko'rib tinglab berganinglarga rahmat. Allah razı olsun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.